Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda yana PostgreSQL ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda bir qancha ishlar qilgandik, ya'ni ma'lumotlar bazasini qanday yaratishni, unda jadvallarni qanday qo'shishni ko'rib chiqqan edik. Keyinlar yana ulanib olamiz. Postgres, PSQL hamda bu yerdan ma'lumotlar bazasida jadvallar, databazalarimizni ko'rib olamiz. Ya'ni biz universitet nomli databaza yaratgan edik. Keyinlar shu yerda yana bitta narsani ko'rsatib ketaman. Aynan PostgreSQLda. Hozir PostgreSQL user sifatida ishlayapmiz, lekin bu yerda yana boshqa userlar ham yaratishimiz mumkin. Ya'ni har bitta ma'lumotlar bazasi uchun alohida user yaratsak agar, bu xavfsizlik jihatdan ancha yaxshi ko'rinish bo'ladi. Ya'ni har bitta ma'lumotlar bazasi bitta tizimimiz ichida bir qancha ma'lumotlar bazasi bo'ladigan bo'lsa, hammasi bilan ishlovchi xodimlar har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni har qanaqa xodim ishlashi mumkin. Bittasi bilan boshqa ishlasa, ikkinchisi bilan umuman boshqa xodim ishlaydi. Shunaqa jarayonda ular ma'lumot o'zgartira olmasligi uchun ham alohida userlar ruxsatlari bilan to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, buning uchun create user nomli komandadan foydalanamiz. Undan keyin user nomini yozishimiz kerak. Misol uchun Ali bo'la qolsin. Undan keyin parolni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. With password hamda bu yerdan password nomli parol qo'yaylik. Bu bizga kerak bo'lishi mumkin, lekin parollar bunaqa qo'yilmaydi. Bundan xabaringiz bor. Ya'ni bu buzilmaydigan parol, chunki buzuq parol bu. Xo'p, undan keyin shunchaki nuqta virgul qo'yib komandamizni yakunlasak, create role. Ya'ni user yaratilganligi haqida ma'lumot berilyapti. Xo'p, grant all qilib olamiz. Ya'ni bu huquq berish uchun bitta user yaratdikmi, unga huquq berishimiz kerak. Privileges, adashmasam shunaqa yozish kerak. Endi o'sha huquq beramiz. Qaysi databazaga? Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Database va misol uchun universitet bo'lishi mumkin. Ya'ni universitet databazasiga huquq bermoqchimiz. Qaysi userga? Buni ham aytib o'taylik. Ali useri uchun. Grant. Endi o'sha Ali userini database tizimlar ichidan o'sha universitet databazasi bilan ishlashga huquqlari bor. Ya'ni bu yerda barcha huquqlarni berdik. Buni alohida qiymatlarga ajratib, ma'lum bir huquqlarni ham berishimiz mumkin. Xo'p, keyin ulanib olamiz. Universitet qilamiz. Ya'ni universitet databazasiga ulanib oldik. Jadvallarimizni ko'rib olamiz. Bu yerda slash dt bilan xo'p, student jadvali bor. Endi jadval ichidagi ma'lumotlarni ko'rish uchun bizda select operatori bor. Select all from student yoki students. Bu komanda endi bizga mana bu yerda ma'lumotlarni ko'rsatyapti. Ya'ni ID bor, first name, last name, age hamda kurs bor. Lekin ma'lumot yo'q. Ya'ni birorta ham bu yerga jadvalga ma'lumotlar qo'shilmagan. Ma'lumot qo'shish uchun insert operatori bor. Insert into deb yozib olamiz. Undan keyin jadval nomini ko'rsatamiz. Ya'ni students. Va qaus ochib qanaqa qiymatlar kiritishimiz kerakligini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni first name, last name, age hamda kurs. Ya'ni mana shu qiymatlarni kiritishimiz kerak. Undan keyin values qilamizda mana shularga mos qiymatlarni kiritib o'tamiz. Bizda bitta xato ketdi. Mana bu yerda nuqta qo'yibmiz. Yo'q, bu virgul bo'lish kerak. Xo'p, first name Ali bo'lsin. Uni last name bir xil tarzda foydalanaylik. Valiyev bo'lsin. Xo'p, undan keyin yosh sifatida 29 bo'la qolsin. Va kurs 3-kurs bo'la qolsin. Ya'ni mana shu tartibda ma'lumotlarimizni kiritib olamiz. Insert node 1 ko'rsatilyapti. Bu aynan o'sha ma'lumotimiz qo'shilganligi haqida xabar beryapti bizga. Endi ko'radigan bo'lsak, select all from students. Bu yerda o'sha bitta ma'lumot qo'shilganda, o'sha foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlar chiqib kelyapti. Keyin yana bitta tushuncha, mana bu yerda ko'rib e'tibor bersanglar, biz ID qiymatini kiritmadik. Ya'ni bu yerda ID ni belgilamadik va bu yerda ham ID ga mos ravishda qiymat bermadik. Lekin ID da qiymat bor. Aynan nimaga? Shu jadval yaratayotgan jarayonimizda uni type'ini serial qilib ketganligimiz uchun auto increment ravishda qiymatlar o'zi oshirib boriladi. Keyinlar yana bitta ma'lumot qo'shib olaylik yuqoridagi komandamizni o'zgartirgan holda.
Xo'p. Misol uchun bunisi birinchi kurs bo'la qolsin. Yoshi ham 18 bo'la qolsin. Xo'p. Familiyasi Aliyev bo'lsin. O'zi Vali bo'la qolsin. Yana bitta ma'lumot qo'shildi. Endi ko'radigan bo'lsak, bizda ikkita ma'lumot bor. Ya'ni jadvalimizda mana shu ko'rinishda ma'lumotlar bor. Siz biror bir saytdan ro'yxatdan o'tganingizda yoki unga boshqa ma'lumotlar kiritganingizda ham sizning ma'lumotlaringiz mana shu ko'rinishda saqlanib boriladi. Ya'ni u yerda shunaqa filtr yaratilgan. Mana shu ko'rinishda ma'lumotlar bazasida ma'lumot saqlanadi. Va siz yana bir marta qaytib saytga kirganingizda sizga oid profildagi ma'lumotlaringiz mana shunaqa bazadan olib sizga uzatib beriladi. Xo'p, biz yana nimani ko'rib chiqishimiz kerak? Endi sizlar bilan aynan mana shuni ma'lum bir feedlarini o'zgartirishni yoki o'chirishni bir qancha opsiyonlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Bu yerda hozir ikkita ma'lumot biroz o'zgartirishga qiyin bo'ladi. Ma'lumotlarimizni ko'paytirib olish uchun kelinglar VSCODdan foydalanamiz. Yoki oddiy text fayl ham bo'lishi mumkin bu. Ya'ni siz o'sha juda ko'p ma'lumot bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shu tartibda biror joyda yozib olib, keyin amalga oshirishingiz mumkin, chunki bu yerda terminalda yozish biroz noqulay bo'lishi mumkin. Kelinglar ismlarda biroz o'zgartirish kiritib olamiz. Misol uchun Islom bo'la qolsin. Hop, Mirshakar. Ya, qayerga ketdi bu? Okay. Buni o'chirib olamiz. Ozod bo'la qolsin. Abdurahim. Xo'p. Begzod. Begzodni noto'g'ri yozdik. Bizga shu yoq ham yetadi. Qolganlar xafa bo'lishmasin. Va familiyalarga ham biroz o'zgartirish kiritaylik. Misol uchun Karimov, Shukrulloyev. Bunga ham Karimov bera qolaylik, mayli. Begzod. Begzodov bo'la qolsin, mayli. Bunga Aliyev turaversin. O'zining familiyasi uzun ekan. Xo'p, ya'ni shu tartibda ma'lumotlar kiritdik. Endi yoshiga ham biroz o'zgartirish kiritib olamiz. Misol uchun 23 yoki 43. Yana 23, okey, mayli. 25. Hop, 54, mayli. 54 ham bizga kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni qari inson ham o'qiyapti. Kurslarni ham o'zgartiramiz. Misol uchun 6-kurs, 2-kurs. Buni ham 3 qilamiz. Va bu yerdagi ma'lumotlarimizni ko'chirib terminalga tashab olamiz. Bu yerda bittasi qo'shilganligi haqida xabar berildi. Tekshirib ko'raylik. Xo'p. Ya'ni mana bu ma'lumotlarimizni alohida qo'shib chiqishimiz kerak ekan. Bir qancha sintaks xatoliklarga ulanib qoldik yoki bitta chiqib ulana qolamiz. PSQL /university bu yerdan kelinglar, yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni alohida yozmasdan ham faqat feedlarda ham mana shu tartibda kiritib ketishimiz mumkin edi. Keyin o'zgarib ketmagan bo'lsa, shu imkoni bor hali ham. Yeah. Select all from students.
yerda chiqib olamiz /q bilan. Yo'g'ida bunaqa silashmadi. Umuman chiqish uchun exit qayta ulanib olamiz. Xo'p. Keyin ma'lumotlar bazasidan shu universitet data bazasiga ulanib olamiz. Endi jadvallarimizni ko'rib chiqaylik. Xo'p, bizda students jadvali bor. Bundagi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda o'sha ko'rishingiz mumkin 3 ta ma'lumot qo'shilgan. Endi fayldagi ma'lumotlarimiz mana buni olamiz. Bizda yana ma'lumot qo'shilmadi adashmasam. Yana qanaqadir sintaks xatolik chiqyapti va e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu yerda bitta belgi qo'shilib qolyapti. Xo'p. Bu yerda students first name last name kurs value sifatida ular kiritilyapti. Va ko'radigan bo'lsanglar, mana bunda bitta mana shunaqa belgi qiymat sifatida qolib ketgan. Ya'ni mana shu sabab shunaqa xatolik yuzaga kelyapti. Ya'ni buni to'g'rilash uchun qayta chiqib ketishimizga to'g'ri keladi. Yo'qida qayta chiqmasak ham mana shu belgi yo'qolgani yetadi biz uchun. Endi 4 ta ma'lumot qo'shildi degan xabarni olyapmiz. All from students. Bu yerda endi 7 ta ma'lumotimiz bor. Endi buni ustida bir qancha amallarni bajarishimiz nisbatan osonroq bo'ladi. Misol uchun birorta ma'lumotni yangilamoqchimiz. Bunda ham update optiondan foydalanib, ya'ni updatedan students qilamiz. O'sha students jadvalidan va set yordamida qanaqa qiymat kiritishimiz kerakligini ko'rsatib o'tamiz. Misol uchun biz Islom Karimov yoshi noto'g'ri kiritibmiz, u aslida yosh kattaroq ekan. Bunda nima qilamiz? Age teng, masalan, kiritishimiz kerak bo'lgan yoshni yozamiz. 31 bo'la qolsin misol. Keyin aynan qaysi jadvalda o'zgartirish kerakligini ham ko'rsatib o'tishimiz kerak. Va bu yerda ko'plar yo'l qo'yadigan bitta xatolik bor. Misol uchun kimni belgilashim kerak deydimi? First name oladida kichik harflarda yoza qolamiz. First name, undan keyin teng mana bunday qilib Islom deb qo'yishimiz mumkin. Va bosadigan bo'lsak, hozir mana bu qiymatda o'sha, ya'ni first name Islomga teng bo'lgan ma'lumotni topib, uni yoshini 31 ga tenglashtirib qo'yadi. Va agarda bazamizda bir qancha Islom bo'ladigan bo'lsa, barchasini yoshi o'zgarib ketadi. Shuning uchun ham bizga o'zgarmas qiymat ID'lar kerak bo'ladi va bunaqa ma'lumotlarni edit qilishda ID'lardan foydalanishimiz kerak. Ya'ni bu ma'lumot takrorlanmaydi, lekin mana bu ma'lumot ikkita bo'lishi mumkin. Update bo'ldi deyapti. Endi ma'lumotlarimizni ko'radigan bo'lsak, bu yerda o'sha Islom Karimovga yosh sifatida biz ID'ni noto'g'ri beribmiz. Qaranglar, Islomda emas, Alini ID'sini bergan ekanmiz, ya'ni birinchi ID'ni va o'sha birinchi ID'dagi ma'lumot, ya'ni Alini yoshi 31 ga o'zgardi. Buni o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerga kelib, o'yna o'sha Islomni o'zgartirmoqchi edik. Uni ID'sini ko'rsatishimiz kerak. Va yana bir marta ko'radigan bo'lsak, endi uni ham yoshi o'zgaryapti va bu yerda ma'lumotlar katta ehtimollik bilan shu oxirgi edit qilinganligiga qarab saqlanyapti. Keyin ma'lumot o'chirishni ham ko'rib chiqaylik, ya'ni databazadan kimdir o'chirib tashlashimiz kerak. Bunda delete from qilamiz endi ushbu komandamizda va jadval nomini yozib olamiz, students. Undan keyin yana o'chirish uchun ham mana bu tartibda ketishimiz kerak. Where, undan keyin o'sha o'chirmoqchi bo'lganimiz belgilashimiz kerak. Bunda ham bundan foydalanishimiz mumkin. Keyinlar buni sinab ko'ramiz. Bizda ismlar bittaligi aniq. First name misol uchun Ali. Ya'ni ismi Aliga teng bo'lgan foydalanuvchini o'chir deyapmiz. Buni bunaqa ko'rsataymi? Delete bitta bo'ldi va ko'radigan bo'lsak, endi bizda ma'lumot biroz o'zgacha chiqyapti, ya'ni bitta qiymatimiz kamaygan. Bu yerda 7 ta ustun bor edi, bu yerda qator bor edi, bu yerda 6 ta qator. Mana bular ustunlar. Ya'ni 1 2 3 4 5 ustun. 5 ta ustun va 6 qator ma'lumotimiz.
Xo'p, bugun nimalarni ko'rib chiqdik? Sizlar bilan aynan ma'lumotlar bazasiga ma'lumot qo'shganimizdan keyin ularni o'zgartirishni yoki o'chirishni ham ko'rib chiqdik. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha